Bismillah, alhamdulillah. Alloh taologa hamdlar bo'lsin, bizlarni Ramazonga yetkazdi. Ko'zlarni quvontiradigan holatlardan shuki, insonlar taroveh namozlarida masjidlarga sig'masdan, saflar to'lgan holatlarda ko'rishlaydi bularni. Ammo qalblarni mahzun qiladigan holatlardan shuki, insonlar bomdod namozini jamoatda ado etmayotganlaridir. Shubhasizki, taroveh namozi bu nafl ibodatdir. Ammo bomdod namozi bu farz bo'lgan, Alloh taologa taroveh namozidan ko'ra suyukliroq bo'lgan amaldir. Shubhasizki, taroveh namozini ajri juda ham ulkandir va barchamiz bunga haris bo'lishimiz kerakki, taroveh namozlarini birortasini qoldirmasdan qatnashib, savoblarini fazilatli holatda mana bu Ramazon oyidan foydalangan holatda olishlikka, shuningdek, mana bu Ramazon oyida eng katta mahrumlikdan shuki, farz bo'lgan, Alloh taologa suyukli bo'lgan amallarni jamoatda emas, fazilatsiz holatda Alloh taologa taqdim etishlidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: kim bomdod namozini jamoatda ado etadigan bo'lsa, go'yo tunning barchasini ibodatda qoim holatda o'tkazibdi. Vadakkir, eslating, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Zero eslatishlik mo'minlarga foyda beradi.